Shoshilinch tezkor xabar. O'zgidromet agentligi hafta boshidan, ya'ni 29, 30 va 31 dekabr bayram kunlari kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Ushbu kunlarda O'zbekistonda yana 3-5 daraja sovuq bo'lishi kutilmoqda. Fuqarolar tayyor turing. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Diqqat qiling, O'zgidromet 29 dekabr kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo bulutli bo'ladi. Kechasi va ertalab yomg'ir yog'adi. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol g'arbdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 6-8 daraja iliq, kunduzi 15-17 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'adi. Tuman tushadi. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Harorat kechasi 6-11 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Havo harorati kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 6-11 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor, ayrim joylarda kuchli yog'adi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 9-14 metr/sekund tezlikda esadi. Havo harorati kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. Kunduz kunlari 3-8 daraja iliq bo'ladi, deyilgan xabarda.